qanaqa topib nima bo'lgan, hammasini aytib bergan. Rasmlarini ham yuborgandim adashmasam, ko'ruvdinglar. Tepada kanalni izlasanglar, tepada bor informatsiya. Shunaqa narsa bo'lgan, mo'jizada bu. Kursizda o'qiyotganimda deyapti, mana man uyimdan qora qutichada mana shuncha dollar topoldim. Rasmlarga tushirib yuboryaptilar Amerikadan. Man ham kutmagandim bu narsani misol uchun. Mo'jiza-ku. Man u uchun mo'jiza o'sha nima, man uchun mo'jiza nima, u uchun nima? U kutmagan joyda kutilmagan pulni olgan qo'liga. Ishlaganiyam yo'q, boshqa nimadir ham qilgani yo'q, shundoq berildi. Mo'jizani ko'ryapti. Man qanaqa mo'jiza ko'ryapman? Man kurs o'tyapman, mani onlayn edi va kursimni zapisini sotib olgandilar ular aytgancha. Man o'tmayotganim, gaplashib o'tmayotganim. Ya'ni kursimda o'qiyaptilar, darslarni eshitish jarayonlarida o'sha narsa, o'sha vaziyat sodir bo'lyapti. Man o'sha mo'jizaga misol uchun guvoh bo'lyapman. Men uchun o'sha narsa. Kursimda o'qiyotganlarida topib olganlarim mo'jiza men uchun. Pul kursida. Tasavvur qiling, boshqa tema emasda bu. Taqdir kursi emas, или Matrix emas, boshqa kurslar, ayollik energiyasi kurslari emasda, именно pul kursimda bitta quticha to'la dollar topib olyaptilar. Men uchun ham mo'jizada. Shuning uchun mana misol uchun mana bugun полный pul haqida gaplashyapmiz. Pul, 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 tema pul. Har nechtadir gapni, har o'nta gapni 3tasi pul. To'g'rimi? Shunaqa so'z ketyapti. Ertaga ko'ringlar. Bugun pul haqida gaplashdik, pulni tasavvur qildik, meditatsiya, praktika qildik. Pulni xayolimizga, miyamizga programma qildikmi? Ertaga ko'ringlar, hammanglarga pul keladi qayerlardandir. Hammada bo'ladi. Natija yozinglar. Kommentariy mana men zapis qoldiraman-ku. Zapisni kommentariyasiga обязательно yozinglar. O'zi kelishi kerak edi-da, yoki o'zi bunaqa edi-da emasda. Ishladim-da, shunga berdi-da emasda. Bir kutilmagan bo'ladi-ku, kutmagan joylaringizdan. Misol uchun siz o'sha ertaga 500 ming so'mlik ish qilaman, men 500 ming so'm olaman deyayotgan bo'lsangiz, sizga deylik 1 million olyapsiz. Или 1,5 million misol uchun-da. Mo'jiza. Yozing bu narsani. Kutganingizdan ko'proq bo'ldi misol uchun. Или kutmagan joyingizdan qayerdandir keldi. Или kimdir sizga просто tak berdi. Или bir bilmayman, bir qandaydir bir kimgadir bergan pulingiz esingizdan chiqib ketgan, o'sha olib kelib berdi qarzini. Xullas qandaydir bir sabablar bo'lib sizga pul keladi. Shuning uchun qancha ko'p gaplashsangiz, shuncha ko'p kelaveradida. Esingizdan chiqib qolsa bo'ldi, to'xtaydi. Bu narsalar, pul bo'yicha judayam ko'p ma'lumot bor. Baribir har bir inson bundan keyin bilishi kerak deb hisoblayman bu ma'lumotlarni pul bo'yicha. Har bir inson, chunki kapitalizm har bir inson endi pul haqida bilimga ega bo'lmasa bo'lmaydi. Buni maktablarda o'rgatmaydi. Shuning uchun tavsiya qilaman o'sha pul kursini umuman hali pul haqida darsliklarda boshqalarnikiga men javob bermayman. Aynan manda pul bo'yicha o'qimagan bo'lsangiz, man tavsiya qilaman mana pul kursimda birinchisida, birinchi modulda o'qishi, katta pullarga ochilish birinchi modulda o'qishi. O'qib ko'ring va mo'jizani ko'ring. O'qiganlarga tavsiya o'sha ikkinchi modul ochiladi. Sanoqli kunlar qoldi. Yaqinlashganda e'lon qilaman. Sanoqli kunlar qoldi. Ikkinchi modul boshlanadi. Unga faqat birinchida o'qiganlar qabul qilinadi. Chunki birda o'qimasdan qo'shilsangiz tushunmay qolasiz va boshingizga og'riq kirishi mumkin, miyangiz ko'tarolmaydi. Birinchida o'qimaganlar ko'tarolmaydi, tushunmay qolasiz, boshingiz og'riydi, nimadirlar bo'lib ketadi. Birinchida o'qimasdan ikkinchiga qo'shilmanglar, tavsiyam. Shuning uchun ikkiga qo'shilmoqchi bo'lsangiz ham birinchida tez o'qib oling, hali vaqtingiz bor. Birinchi modulda o'qib olsangiz, ikkinchisiga ulgurasiz boshlangunicha. Va ikkinchi modulda keyin bir-biriga ulanib, pul shunaqa darajada ochilasiz pulga, bir hayotingiz вообще 180 gradusga o'zgarib ketadi. Nechta odam har kuni otziv keladi. Har kuni kimdir nimadir yozadi o'sha pul kursida, mana shu kursingizda o'qiganman, shunaqa bo'ldi deb. Ko'rsanglar bo'ladi, kommentariyalarga ham kirib. Misol uchun mana yozinglar boshqa agar
kimda kim xohlasa, kimda natija bo'lgan bo'lsa, o'sha kimda 180 gradus o'zgarib ketgan bo'lsa, yozinglar natijalar, boshqalarga ham bu obraz bo'ladi. Ya'ni men bu narsani kimgadir yozdirib ili kimnidir majburlab yozdirib, bunaqa narsa yo'q. Istagan odam istagan paytingiz yozib, kommentariyada natijangizni qoldirsangiz, bu boshqalarga ham umid bo'ladi. Boshqalarga ham obraz ko'rsatasiz, bo'lishi mumkinligiga. Bo'lmasa bular yuraverishadi-da. Qandaydir bir nima deydi, olma tush bir narsa degan borku, xuddi osmondan tushadigandek kutib yuraverishadi. Aslida kerakli narsani to'g'ri osmondan ham o'sha boyagi aytgandek mo'jiza bittada ham sodir bo'ladi, lekin uni davomiy ushlab qolish uchun va istagan paytingiz, istagan summangizni yoki istagan paytingiz pul hayotingizga kirgizib olish uchun siz ma'lum bir qonunlarni, ma'lum bir am, o'sha darslarni, ilmni olgan bo'lishingiz kerak. O'shanda sizda yashash yengilroq bo'ladi va istagan paytingiz demaymiz, shu umuman pulsiz qolib ketmaysizda. Misol uchun qiynalib yashayotganlar bor, pulsiz qolib ketayotganlar bor va siz bu narsalarni bilganingizdan keyin pulsiz qolib ketmaysiz. Yengilroq yashaysiz nisbatan oldingiga nisbatan. Keyin shunaqa narsa ham bor, misol uchun pul bo'yicha juda ham ko'p otsuv keladi pul kursimda. Lekin boshqa kurslardan otsuv nimagadir kamroq. Misol uchun ayollik energiyasi, taqdir sistemasi, am, Matrix shu ko'pda shu kurslardan nimagadir otsuv kam keladi. Nimaga? Chunki qaranglar, pulda siz realniy ko'rasizda pul kelganini. Или biror bir avtomobilmi, xullas moddiy narsani siz ko'zingiz bilan ko'rasiz va keyin siz u narsani natija deb hisoblaysizda, keyin yozasiz. Manda shu natija bo'ldi, rahmat debda. Vaholanki boshqa kurslarda ham nimadir o'zgarishlar bo'ladi, lekin ular moddiy bo'lmagani sababli sizni ko'zingizga ko'rinmaydi. Va siz o'sha narsani ilg'amasligingiz mumkin. Или natija sifatida yozmaysiz. Misol uchun bo'ladi, ayollik energiyasida siz o'qidingizmi kursda, bo'lishi mumkin sizda o'zgarish turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatingiz judayam zo'r, idealniy bo'lib ketishi mumkin. Ehtirosli, sevgiga boy, или mehrga boy, e'tiboriga boy, shunaqa bo'lib ketishi mumkin hayotingiz. Lekin siz уже uni ko'rmaysiz. Siz chunki o'sha oqimga, o'sha narsaga qo'shilib ketasizda, suzasizda unda, o'sha hayotda. Maza qilasiz. Ko'rinadigan narsa emas-ku baribir, to'g'ri? Endi romantika, boshqa narsalar ko'rinadi. Ну, уже siz уже hayotingiz bilan ovora bo'lasiz. Masalan, pulda pul kelsa, siz sразу yozasiz natijani. Lekin energiyada bo'ldi, siz o'zingiz hayotingizga sho'ng'ib, yashab, maza qilib davom etib ketasiz. Или deylik taqdir sistemasi kursida o'qidingiz, deylik siz hayotda bir nimalarnidir tushunasiz hayotda, o'sha qaysidir takrorlanayotgan vaziyatni, yecholmayotgan vaziyatingiz sabablarini topasiz, ajdodlaringiz bilan ishlaysiz, kimdan nima o'tib kelganini, qaysi obrazangiz takrorlanayotgan, nima uchun hayotingizda shu narsa bo'layotganini tushunasiz, ko'p narsalarni tushunib yetasizda. O'sha tushunganingiz o'zi ham natijada aslida. Buni sizga ko'chadan kimdir kelib tushuntirib bermadi-ku. Dars dars shu darajada siz o'shanda o'rgandingizki, siz hamma narsani tahlil, analiz qila olyapsiz. Hayotingizni, ajdodlaringizni, umuman avlodingizni, boshqalarni hayotini ham analiz qila oladigan bo'lib qolasiz. Lekin bu ham natija, lekin buni nimagadir odzovda bo'lmaydi. Men xafa emasman, просто aytyapmanda. Keyin misol uchun kimdadir bo'ladi, bu narsani tushunadi, kimdir o'zgartiradi hayotini. Lekin kimdir tushunadi, bo'ldi. Bo'ldi. Tushunganni o'zi unga katta narsa bo'ladi. Chunki miya portlab qoladi-da uni tushungandan keyin. Realniy shunaqa bo'ladi. Agar umuman siz taqdir sistemasi kursini umuman o'qimagan bo'lsangiz, bitta o'qing, miyangiz portlaganday bo'ladi. Shunday bitta-bittada tushunib olasiz. Hamma narsani shunday pardani shunday ko'zingizdan olib tashlab, shunday ochib beraman hayotingiz. Kuzatib aslida o'zingizga o'zingiz sizga ko'rsataman, aslida o'zingiz ko'rasiz. Gapirib tushuntiribdi darsda. Shu narsani tushunganingizdan keyin bir xilla shun bilan qotib qoladi-da, bo'ldi. Miya уже bo'ldi. Ko'radi, shok или o'sha bir hissiyotga beriladi, o'sha narsada qoladi, bo'ldi. Kimdadir bu narsani o'zi eshitib kelgan bo'ladi darslarimda, chunki bepul efirlar o'taman. Bu narsada уже tushunib kelgan bo'ladi. Tushungan odam keladi-ku taqdir kursimga. Tushungan odam kelganida hayotini o'sha vaziyatlarni topadi, o'zgartiradi. O'zgartirib yuboradi hayotini.
o'sha qiyinchiliklar chiqib ketadi. Nimadirlar o'sha qiyinchiliklar tugab ketadi. Misol uchun, kimnidir qaynonasi ezayotgan bo'lsa, или eri ezib, bo'lsa, или eri ichsa uradimi bilmayman, или farzandsizlikmi, xullas nimadir bir qiyinchilik bo'lsa, tushunib kelgan odam taqdir sistemasi kursidan keyin o'zgartirib yuboradi hayotini. O'sha anglashini o'zida eri или ichishni tashlaydi, или munosabati yaxshi bo'lib ketadi, или qaynonasi bilan yaxshi bo'lib ketadi. Mana misol uchunda, man bitta klientkam bilan ham ishlaganimda, hozir manimcha efirda ham borlar. Koreyada Koreyada yashaydilar, qaynonalari koreyanka. И bularni judayam, qiynashdi, boshlagan, qiynagan, deylik ham moralniy, ham moddiyda qiyinchiliklar bo'ldi. Biza o'sha konsultatsiyada ularda ishladim. Tushuntirdim o'sha karmani. Misol uchun uni konsultatsiyasi shart emas. Kursi o'zida ham konsultatsiyadan ham zo'r qilib tushuntirib qo'yganman. Ya'ni konsultatsiya 1 soat bo'lsa, kurs u nechtadir dars, nechadir soatli dars. Konsultatsiya 1 soatli. Ya'ni qisqartirib tushuntiraman-da konsultatsiyada, kursda kengroq. Va o'sha narsani tushunganlaridan keyin, sababini tushuntirib berganimdan keyin, ma'lum bir o'sha meditatsiyalar berganimdan keyin kursda ham xuddi shunaqa beriladi. Shunaqa yozdilar, ozgina vaqtdan keyin ishlanishga vaqt ketadi, lekin shunisi bor taqdir kursida. Taxminan 1 oydan keyin yozdilar. 1 oydan keyin yozyaptilar: "Rahmat Shahnoza opa, qaynonam bilan отношениям вообще zo'r bo'lib ketdi. Ам, rahmat" deb yozdilar otziv. Agar eshitayotgan bo'lsalar yozib qo'ying kommentariyaga. И o'sha narsadan keyin man, bundoq kuzatamanda prosta hayotda. Ko'p narsani ishlash mumkinda hayotimizda, ko'p narsani yaxshilash mumkin. Hammasi o'zimizga bog'liq. Bilim, bilimga bog'liq. Baribir hamma narsa aylanib, o'rgilib, baribir bilimga taqaladi. Bilmasangiz yuraverasizda chunki. U yoqdan, bu yoqdan qidirasiz. A, baribir o'sha narsadan, именно o'sha narsaga uchramasligingiz mumkin, vaqt ketishi mumkin. Lekin bilsangiz, osonroq sizga yashash. Bilsangiz, osonroq sizga o'zgartirish. Vaqt yetsa ham, lekin o'zgaradida u narsa bilganingizdan keyin. Tushunmasangiz, lekin o'sha tushunmagan odam yuraveradida. Misol uchun, o'sha labirint bo'lsa, labirint ichida yuraveradi. Agar o'zini labirintdaligini bilmasa odam. Yuraveradi-ku, to'g'rimi? "Men yashayapman, men shu yo'llardan yuryapman" deb yuraveradida labirint ichida. Lekin labirintda yashayotganini bilsa, keyin chiqishga yo'l topa oladi va erkinroq, kengroq, yo'lga o'tadi u. Shunaqa narsada xullas hayot bu shunaqaki, keyin bitta narsa bor, hozirgi kunda judayam mutaxassislar ko'payib ketgan hamma sohada. Men bundan xursandman. Birinchidan, a, chunki aholi ko'payyapti, odamlarni ongi rivojlanyapti. Hamma sohada baribir mutaxassislar kerak va ko'pligi bu yaxshi. Bitta odam hammaga ulgurmaydi. To'g'rimi? Hammaga bitta odam hamma narsani o'rgatib ulgurmaydi. Ko'p bo'lsa yaxshi. Lekin mani xafa qiladigan narsa bu shunaqa masterlar bor, shunaqa mutaxassislar bor. O'zini ishini nima qilayotganini bilmaydi. Или вообще bu yo'lga faqat pul uchun kirgan. Pul pul ishlasa bo'ldi, maqsad shu. Pul uchun psixolog bo'lganlar bor, или pul uchun, o'sha qaysidir kasb tanlaganlar bor. O'sha narsa eng minus narsada. Odam pul uchun qilishi kerak emas. To'g'ri, pul olasiz u ishdan, по-любому pul mundoq olib qarasangiz tagida pul bo'ladi, lekin birinchi maqsad pul emasda. Bu narsaga sizni o'zi olib kelib qo'yishi kerak hayot. Или o'sha qalbingizdagi xohishingiz bo'yicha bo'lishi kerak u ish. Siz maza qilib xohlab qilishingiz kerak u ishni-da. Qalban tanlagan bo'lishingiz kerak. Lekin pul uchun qilganda shu baribir, man bilaman bu narsa baribir uzoqqa bormaydi. Shuning uchun aytamanda, mutaxassis ko'p bo'lgani bilan baribir u nima, bu narsasini odam bir marta ko'rgandan keyin bo'ldi. Ikkinchi marta boradimi, yo'qmi? Xuddi misol uchun bozordan meva sotib oldingiz, bittasi selitra bilan yetishtirilgan, bittasi tabiiy. Mevani bittasi chiroylidir-da, chiroyli ko'rsatib qo'ygandir. Chunki hozir marketing, reklamalar, prodyuserlar bilan ishlashyapti. Zo'r ko'rsatib qo'yishi mumkin.
Baribir hop siz olasiz uni, yeb ko'rasiz. Bir marta sotib oldingiz, bir marta yeb ko'rdingiz. Ta'mi yo'qmi, bemazami, ikkinchi marta olmaysiz-ku ertadan baribir, to'g'rimi? Bir martalik narsalar-da ular. Lekin hammaga bir martadan sotib chiqsayam katta pul ishlab oladida. Davomiy-da, chunki aholi ko'p-ku. Lekin, baribir, a, bir kun sizga o'sha shirin meva uchraydi, tabiiysini yeb ko'rganingizdan keyin tushunasiz. Lekin bir xillar bo'ladi o'sha, selitra, bemaza mevani yeb ko'rgandan keyin bo'ldi, butunlay bu narsadan uzoqlashadi. Bo'ldi deydi, demak hammasi shunaqa deydi. Shuning uchun man shu narsaga xafa bo'laman. Misol uchun bizni ishimizda, mutaxassisligimizda o'sha soxta psixologlar или ishini faqat pul uchun qilayotgan masterlardan xafa bo'laman. Bu narsa bizga ta'sir qilyapti-da. Ular baribir pulni ishlaydi, ishlaydi. Hamma narsaga ta'sir qilib, bu ishni sindiradida. Butun jamiyatni nomi pasayadida bu sohani. Obro'si tushadi. Ular yutqazmaydi, ular yana boshqa pul ko'paytiradigan boshqa ishga o'tib ketaveradi. Lekin biz o'tolmaymizda, chunki biz buni qalban tanlaganmiz va buni bizga hayot, yoki yaratgan deylik, yaratgan bergan. Misol uchun man nimaga bu sohani tanlaganman? Man kasal bo'lib yotib qolardim. Kecha menga shu savol berishdi, javob berdim storiesda, Instagramda. Nimaga, nima turtki bo'lgan sizga deb, bu sohani tanlashingizga? Kasal bo'lardim, yotib qolardim. Doktorlar qaraganda, tekshirtirganda hech kim tashxis qo'yolmasdi. Hech kim, hech qanaqa aniq bir analiz yo'q edi. Hamma narsada ijobiy chiqaveradi. Yuragim tekshirtirsam yaxshi chiqardi, deylik o'sha boshimni tekshirtirsam yaxshi chiqardi. Hamma narsa yaxshi chiqaverardi. Kasallik topib bo'lmasdi, lekin man joyimdan turolmasdim. Man majbur bo'lganman shu odamlar bilan ishlashga o'tishga va odamlar bilan ishlashni boshlaganimdan keyin manda yengillik bo'lgan. Ham hayotimda, ham o'zim sog'ligimda. Yaxshi bo'lib ketganman. Sog'ligim tiklanib ketgan. O'shandan keyin misol uchun kam uxlaydigan, ko'p harakatlanadigan bo'lib qolganman. Shuning uchun har bir bizada man shu narsani aytaman, ular nima u hop hamma yoq buzib rasvo qilib chiqib ketaveradi, lekin biza qolamiz bu joyda, bizaga qiyin bo'ladi bu narsa. Chunki odamlar ishonmay qo'yadi-da. Ko'p-ku hozir ko'pchilik aytadi, hammasi moshennik, bir balo, bir narsalar, pul uchun qiladi yoki shunga o'xshash narsalarda. Man eshitganimda xafa bo'lamanda ichimdan. Mayli, bo'pti deyman. Tushunadiganlar ham bor-ku deyman. Lekin ko'pchilik matritsionniy shunaqa qarashni boshlaydi baribir. Shuning uchun kim agar bu yo'lda pul uchun kirgan bo'lsa, Eee, chiqishingizni boshqa undan ko'ra boshqa sohada ko'proq pul topishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki baribir pul uchun kirgan bo'lsangiz foydasi yo'q-da. Siz hamma yog'i rasvo qilib chiqib ketasiz. Bu narsa o'zingizga ham zarar bo'ladi. Chunki odamlar ilm o'rganmay qolgandan keyin bu jamiyat nima bo'ladi? Tupoylashadi. Tupoy odamlar ichida yashashga odam o'ziga ham qiyin bo'ladi. Rivojlanishni xohlamasa odamlar, ilm olishni, ilm o'rganishni xohlamasa jamiyat ahmoqlashishni boshlaydi. Jamiyat nima deydi, bir bemaza, bir nima deydi, bir kerak bir vaqtni bekorga sarflab, bir keraksiz narsalarni o'rganish, ko'rishga sarflaydigan bo'lib qoladi. Ilm olishdan to'xtaydi. Xullas, bugungi efirimiz 1 soatdan o'tib ketdi. Efirni tugatishdan oldin praktika va'da qilgandim. O'sha praktikani beraman. Uni ertaga man harakat qilaman video ko'rinishida ham qo'yishga. Alohida o'zinida, chunki efir uzoq-ku baribir. Hammayam oxirigacha yetib bormaydi. Mana shu praktikani hozir birgalikda bajaramiz. Bu nima narsa? O'zi bu praktika emas, bu milliarderlarni kodi hisoblanadi. Man sizlarga hozir millionerlarni kodini beraman. Millioner, uzr. Am, bu kodni, o'zi, a, qanday tushuntirsam, am, bu kod o'zi Tibetda yaralgan. Tibetda, ya'ni, ishlab chiqilgan, a, va o'sha yuqori eng tepadagi millionerlar foydalanadi koddan. Bu kodni shaxsiy kod bilan adashtirib yubormanglar faqat. Ya'ni man
O'sha shaxsiy pul kodi degan darsliklarim bo'lardi. 50 ming so'm, 60 ming so'mdan sotuvga qo'yilgan bitta kichkina darslik. Ya'ni siz o'zingizni shaxsiy pul kodingizni aniqlashtirib ishga tushiradigan darslikcha. La adashtirmanglar, ikkalasi boshqa-boshqa narsa. Chunki bu umumiy kod, millionerlarning kodi hisoblanadi hozir o'rgatadiganim. Shaxsiy pul kodingiz bu o'zingizniki, shaxsan o'zingizniki. Demak, millionerlarning kodini, a, qanaqa qilib aniqlash mumkin va uni qanaqa qilib ishga tushirish mumkin? Buni, bu kodni siz yozishingiz kerak bo'ladi. Ruchka bilan qog'oz oling, yozing. 7, 7, 5, 3, 1, 9, 1, 7, 7. Mana shu millionerlarning kodi hisoblanadi va, buni, a, bir hafta davomida har kuni 77 marotabadan takrorlash kerak. Bu narsa sizni birdaniga millioner qilvormasligi mumkin, birdaniga bo'lmasligi mumkin, lekin mana bu pul bilan bog'liq qiyinchiliklaringizdan olib chiqib ketishga yo'naltiradi sizni. Olib chiqib ketishga yordamlashadi sizni. Millionerlikka qadam tashlashni boshlaysiz. Agar lekin уже bloklaringiz yechilgan bo'lsa, o'sha pul kurslarimda o'qigan bo'lsangiz, yengil yashayotgan bo'lsangiz, bu kod sizni birdaniga o'sha judayam yuqori darajaga chiqarib yuborishi mumkin. Endi millioner deyapman, bizni so'm bilan hisoblaganda biza million deb ishlatamizda pullarni. Qadri yo'q pulni. Bizada hamma millionerda to'g'rirog'i. Aslida millioner deganda umuman boshqa narsa nazarda tutiladi. O'shaning uchun bu ham ta'sir qiladida onga. Biza millioner deganimda miyangizda siz o'sha million tasavvur qilasizda, o'zi million shundoq ham million ishlatasiz-ku. Million bu yoqqa, million bu yoqqa. Summamiz shunaqa-ku. Million ishlatasiz, shundoq ham millionersiz. Ongingiz biladi bu narsani. Qanaqa millioner? Men shundoq ham millionerman-ku deydi-da. Millioner deganda o'sha dollarlarni tasavvur qilishingiz kerak. O'sha $1,000,000 $10,000,000 o'sha milliondan ortiq bo'lib ketgan, million bo'lgan yoki dollarlarda gap ketyapti. Gap shu narsa haqida ketyapti. So'mimiz haqida emas. 50 so'mda hisoblasangiz ham o'sha so'mda hisoblab bo'lmaydi, chunki buni baribir o'zini nomi millionerlarni kodi. Butun yer yuzasida millioner deganda judayam katta summa baribir nazarda tutiladi. Faqat bizani O'zbekistonda millioner deganda, million deganda kichkina narsa ong qabul qiladi, tushunadi. Shuning uchun, bu joyda boshqa kengroq matrisonni ishga tushadi bu narsa butun yer bilan bog'liq kod yuzasidan. Faqat siz buning uchun o'sha boyagi hozirgi fikrlashingizni, to'g'irlab olgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni bu gap, kengroq ketyapti. Dollarlar haqida ketyapti. Million dollarlar haqida или $1,000,000 haqida ketyapti. A, bu narsa, bu kod, a ya'ni har kuni 77 marotaba takrorlaysiz deganimda, agar ovoz bilan aytsangiz, har kuni 77 marotaba mana shu kodni takrorlasangiz, ovozda ham ishlaydi-yu, lekin nisbatan kamroq ishlaydi. Bu ko'proq, ko'rish, deylik, miya orqali, a, kuchliroq, kartinka ko'rinishida kuchliroq ishlaydi. Ya'ni kartinka bu sizni miyangizda уже bo'lishi kerak. Tushunyapsizmi? Ovoz bilan emas, miyada уже bo'lishi kerak. Boyagi vizualizatsiya qildik-ku, tasavvurda, miyada уже siz tasavvur qilishingiz kerakda bu nomerni. O'shanda kuchliroq ishlaydi. Shuning uchun buni boshlanishiga yozishni tasavvur qilaman sizga. Ya'ni har kuni 77 marotaba yozasiz shu kodni. Bittasini yozib oldingiz, keyin ikkinchisini yozasiz, keyin uchinchisini shunaqa qilib 77 ta yozasiz bir kunda. Bir xil kod 77. Har bir yozganingizda siz ko'zingiz orqali ko'rib turasiz-ku, miyaga programma ketaveradi. Raqamlar bo'yicha ertaga gaplashamiz. Xo'p, yana pul raqamlar bo'yicha. Miyangizga ketaveradi bu narsa. Miyangiz orqali kod уже saqlanadi miyangizda. Bu narsani keyingilarda, ko'rganingizda, kodni ko'rganingizning o'zida miyangizda уже kartinka hosil bo'lishni boshlaydi.
kartinka уже miyada turadi. Miyada tasavvur qiling, o'sha mana shu raqam xuddi miyangizda o'yilganda уже bo'ldi. Miyangizda turibdi. Yozish paytida ham o'sha hammasi уже miyada bordek bo'ladi. O'shanaqa darajaga yetganda u millionerlik darajasiga yetadi odam. Bu narsani man o'zim uzoq davom ettirmaganman, tan olaman, hafsala qilmaganman, lekin bugun hammamiz birgalikda boshlaymiz, давайте keyin natijalar bilan bo'lishamiz. Qancha vaqtda bo'lishi muhim emas. Tez bo'ladimi, kimdadir uzoq vaqtdan farqi yo'q. Birgalikda shuni qilamiz. Bir hafta davomida hop kelishamiz. Kelishib olaylik, bugun boshlaymiz. Bir hafta har kuni shu kodni yozamiz. Natijasi bir haftada bo'ladi или uzoqroq vaqtdan keyin bo'lsa ham farqi yo'q, lekin bo'ladi. Natijaga qattiq yopishmayman. Главное biza birgalikda o'sha kollektivniy ong bo'lib birgalikda qilamiz bu narsani, bajaramiz. Keyin natijalar bilan keyin bo'lishganimizda kuchliroq ko'ramiz qanchalik ishlashini. Ya'ni men ham hafsala qilib endi har kuni shu narsani rejim bilan bajaraman. Am, Endi bu narsa sizga sovg'a. Endi bundan tashqari nima qilamiz? Varaqga yozing. Hozirgi aytgan kodimni yozing varaqga. Yana boshqatdan takrorlayman. 7 7 53 to'xtang, o'zim ham birgalikda yozay siz bilan. Qip-qizil daftarga, qip-qizil ruchkada yozyapman. Qizil rang pul chaqiradi, bilasizlar-ya. Katta narsalar kutamiz, mo'jizalarga ishonamiz. Demak, hozir shu kodni birgalikda yozamiz. Daftaringizga yozing yoki varaqga, farqi yo'q. 7 7 5 3 1 9 1 7 7. Bo'ldi. Endi yozib bo'lganingizdan keyin raqamlarning yoniga moddiy xohishingizni yozing yoki maqsadingizmi, orzuyingizmi o'sha yozing. Moddiy bo'lishi kerak. Bu joyda masalan mani erim bilan munosabatimiz judayam mehr-muhabbatga to'la bo'lsin, или oilam farovonlikka, barakaga to'la bo'lsin. Yo'q, bunaqa narsa o'tmaydi. Aniq, bor, mavjud, moddiy narsani yozishingiz kerak. Misol uchun avtomobil, uy, brilliant taqinchoq, tillalar, farqi yo'q. Qanaqa xohishingiz bor? Moddiy, aynan moddiy ko'rinishdagi qanaqa bir maqsadingiz или kuchli xohishingiz bor. O'shani yoniga yozing. Am, Yozganingizdan keyin endi bo'ldi, buni yozganingizdan keyin shuni amalga oshishiga ishonib, ich-ichingizdan ishonib, mo'jizaga ishonib, qo'yvoring, bo'ldi. Ya'ni buni o'ylab yurmang, qachon bo'lishi, qachon amalga oshishi, o'ylamang, bo'ldi, qo'yvoring. Yozdingiz, bo'ldi. Varoqchaga yozgan bo'lsangiz, varoqchangizni bo'ldi a, suvga oqizvoring или xullas tashlayvoring или daftarga yozgan bo'lsangiz, bo'ldi, qaramang o'sha joyga, просто yozing, bo'ldi. Bir kun amalga oshganda o'sha yozuvni ochib ko'rasizda, keyin solishtirasiz, keyin birga rasmga olib yuborasiz. Agar daftarga yozgan bo'lsangiz. Или farqi yo'q, o'sha suvga oqizib yuborgan bo'lsangiz, или ko'mib yuborgan bo'lsangiz, bir kun amalga oshganda keyin o'sha man shu payt siz bilan birgalikda kod yozgandim, mana shunaqa narsaga yozgandim, mana oldim yoki mana mani hayotimga kirib keldi. Mana menga yoki olib berishdi yoki sovg'a qilishdi deb keyin rasmga olib, rasmi bilan natijasini yuboring. Hop, men kutaman. Qancha vaqtda bo'lsa ham farqi yo'q. Iloyim tez, oson, yengil amalga oshsin. Tezlik bilan. Vaqt ketayotgan bo'lsa mayli, bunisiga ham yengil qo'yivoramiz. Aytdim-ku,
Prosta qo'yivoring, esingizdan chiqaring. Yozdingiz bo'ldi, esingizdan chiqaring. Hop, ishqilib ovozim eshitilyaptimi shuncha gapirganimga yarasha? Yozvoringlar plyus minus. Bitta. Nechtagacha xohishimizni yozishimiz mumkin debdilar. Bitta, faqat bitta. Mahliyo. Kod yozing, xohishingizni yozing, bo'ldi. И xohishingiz moddiy bo'lishi kerak. Xayoliy bir или hissiyot, или bir qaysidir vaziyatni yechimi emas. Aynan mavjud, bor narsa. Telefonmi, daftarmi, mana bor narsa bo'ladi-ku, moddiy bu, moddiy narsa. O'sha moddiy narsani yozing. U $1000 bir pachkada, ya'ni bir pachka dollarmi, farqi yo'q. O'sha nimadir moddiy bir narsa yozing. Bitta dona yozinglar bo'ldi, hozirgisini. Elbek yozibdilar. Hammasini bitta yozish kerakmi yo har bir sonni 77 marta yozish kerakmi? Ho'p, qaranglar, hozirgi oxirgi yozganimiz, bitta nomer millionerlarning kodini yozdingiz-da, yoniga moddiy xohishingizni yozdingiz. Bu alohida, vazifacha edi, alohida praktika. Bo'ldi, buni unuting, olib qo'ying. Bo'ldi, esingizdan chiqaring. Boshqa qilmanglar, eslamanglar, qachon yozishganingizni ham, nima yozganingizni bo'ldi, esingizdan chiqaring butunlay. Yo'q, buni siz bilan birgalikda qilmadik deb hisoblang, yo'q deb hisoblang, esingizdan chiqaring, bo'ldi. Endi shu kodni, millionerlar kodini har kuni bir kunda 77 martadan yozamiz. Bir hafta davomida, bir hafta har kuni bir mahal. Qanaqa yoziladi? Kod sizga aytdim-a? Kodni yozdingiz. Bu bitta yozganingiz hisoblanadi. Xuddi shunaqa yana bitta yozasiz. U ikkinchisi hisoblanadi. Xuddi shunaqa kodda yana bitta yozsangiz, u uchinchisi. Xuddi shunaqa qilib 77 ta yozasiz. Endi tushuntira oldimmi? Elbek javob yozyuboringiz. Endi yaxshi tushuntira oldimmi? Yoki agar shundayam tushunarsiz bo'lsa, yana bir marta tushuntiraman. Yaxshi, demak tushunarli-a? Man ko'p yozib yuboribman-da, endi nima qilaman debdilar. Nimani ko'p yozib yubordingiz? Qarang, 77 ta bu boshqa vazifa. Orzu, xohishimiz moddiy narsa, bu boshqa vazifa edi. Ha, Parvina, har kuni bir haftada bir marotaba yozamiz, har kuni. Feruza avtomobil deb yozibdilar. Moddiy xohishlarni iloji bo'lsachi xohishinglarni kommentariya yozmanglar, maqsadinglarni yozmanglar. Nima daftarga kod bilan birga nima yozganingizni yozmang. Yozgan bo'lsangiz o'chirib tashlang. Ko'rmasin hech kim. Amalga oshgandan keyin yuboraverasiz. O'sha yozgan daftarga yozsangiz yaxshida, biron bir daftar orqasiga ham bir ko'rinmaydigan chetga yozib qo'ying, bo'ldi. Qachon amalga oshsa birga rasmga olib yuborasiz. O'sha kod bilan birgalikda, xo'p. Shu payt yozdirgandingiz, mana amalga oshdi deb yuborasiz. Bu praktika o'zi, a, katta pullarga ochilish kursini 2-modulida bermoqchi edim o'zi. Robiya yozibdilar, yozaverasiz shunaqa. Ha, mana Robiya yozganlar, mana 3 marotaba yozdilar kodni. Xuddi shunaqa qilib yozasiz, 77 ta yozasiz faqat. Demak, bu narsani man o'zi o'sha pul kodini, voy, katta pullarga ochilishi 2-modulida bu praktikani bermoqchi edim va keyin o'sha yerda o'zida kurs tugaguncha man natijasini sizlar bilan keyin bo'lishmoqchi edimda. Ya'ni bu kodni aytish niyatim yo'q edi. Mana biza millionerlik kodini yozdik, mana bunaqa natijalar bo'ldi deb rasmlar bilan man bo'lishmoqchi edim o'zi aslida, rejam edi. Lekin bugun, sizlarga shu narsani efirda berishga qaror qildim, sovg'a qilishga. Va kim agar 2-modulda qatnashishga ikkilanayotgan bo'lsa, или, deylik, xuddi bir xil o'ylayapti, 1-modul takror o'tilgan-ku, ya'ni faqat potok bo'lgan, 1-potok, 2-potok bo'lgan, lekin bitta dars takror o'tilgan. O'ylashayotgan bo'lishi mumkin, biza yana o'sha darsga biza to'lov qilib, yana o'sha darsni
o'tamiz deb o'ylayotgan bo'lsangiz, yo'q, bu dars yangi уже, bu kursimiz yangi. Ikkinchi modul umuman yangi darslardan tashkil topgan, yangi praktikalardan tashkil topgan. Oldingisidan ham kuchliroq и kattaroq maqsadlarga qilingan. Shuning uchun agar kim noto'g'ri tushungan bo'lsa, mana yaxshiroq tushuntirdim kelinglar. Birinchida o'qiganlar yengil yetib keladi. Chunki birinchida sizga o'sha o'rgatganman qanaqa qilib pul chaqirish. Siz bilaman, ikkinchisiga yengil yetib kelasiz. Ikkinchi modulda man kutaman sizni. Birinchi kursda o'qigan hammani, kim o'qigan bo'lsa birinchi modulda, hammani ikkinchi modulda kutaman.